shu kungacha buzilgan huquqlaringiz buzilmasligi kerakligi to'g'risida qonun qabul qilindi, lekin bu ishlayapti. Kameral soliq tekshiruvi bo'yicha sizga talabnoma keladigan bo'lsa, sizda majburiyat bor 5 ish kuni ichida tegishli asoslaringizni taqdim etishingizga va qonunning o'zida, kodeksning o'zida siz taqdim etgan asoslaringizni o'rganib chiqib turib, inspektor yo aniqlashtirilgan talabnoma jo'natish kerak yoki asossiz deb oladigan bo'lsa, soliq auditiga chiqarish kerak. Bu degani xohlasa, xohlamasa ko'rib chiqish kerak. Va aynan mana shu ko'rib chiqish kerak bo'lgan joyiga ko'pchilik inspektorlar amaliyotda ko'rmay qoldirayotganligi uchun Prezident 246 qarorida ham farmonda kameral tekshiruvlarda taqdim etilgan hujjatlarni ko'rib chiqish majburiy degan narsa yozib qo'yildi. E'tibor beringlar. Qonun bo'yicha o'zi majbur bo'lgan narsani majburiyatini bajarmayotganligi uchun o'y shuni qilishga majbursan deb bir eslatma sifatida alohida farmon chiqdi. Lekin hozirgi kunda endi amaliyotda hozir bir ikkita holat bo'lib turibdi. Shunaqa hattoki kodeksda belgilangan bo'lsa-da, prezident farmoni bilan chiqqan bo'lsa-da, siz taqdim etgan hujjatlaringizga huquqiy baho bermasdan to'g'ridan-to'g'ri soliq auditiga chiqarib yubordim degan masalalar uchrab turibdi. Bu bo'yicha endi albatta butun organ bu narsani qilyapti demaymiz. Qaysidir inspektorlar hali ham o'sha amaliyotini davom ettiryapti va bu amaliyotni to'xtatish bo'yicha biz soliq organlari rahbariyatiga shikoyat bilan chiqqanmiz. Prezident farmonida ham soliq kodeksidan ham ko'rib chiqish kerak belgilangan bo'lsa-da, bu yerda inspektor yo xalatni nima deyiladi, loqaydlik yo loqaydligi tufayli yoki tekshiruvdan tashabbuskorlik harakatlari tufayli, endi shu alomatlari ko'rinib turibdi har holda, korxonani hujjatlarini o'rganmasdan auditga chiqarib yubordi deb shikoyat yozyapmiz. Mabodo sizlarda ham birinchidan bilinglar, kameral tekshiruvda agar talabnoma keladigan bo'lsa, vaqtida hujjatlarini beringlar, asosli hujjatlaringlarni beringlar. Qanaqadir poddelka yoki bir yo'q narsadan dardimizni aytadigan bir xat qilib emas, aynan hujjatlar ko'rinishida taqdim etaylik va hujjatlaringizni mabodo ko'rilmasdan turib to'g'ridan-to'g'ri auditga chiqarib yubordim desa, unda siz ham shikoyat kiritinglar. Lekin eng avvalo baribir o'z vaqtida soliqlaringlarni to'langlar. Agar kameral tekshiruv talabnomasi holatlari to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, hammasini bartaraf etib, berrashotlarni topshirib, soliqlarni to'lab qo'yganinglar o'zingiz uchun yaxshiroq bo'ladi. Eng asosiysi huquqlarimizni bilaylik, narigi tomonning majburiyatlarini bilaylik, umuman olganda o'zinglarni ehtiyot qilinglar.